Ushbu xonadonlarimiz fayzli mahallalardan birida joylashgan. Shundoqqina xonadon ro'parasida kattagina masjid ham qurilmoqda va xonadonimiz umumiy maydoni 240 kvadrat metrdan iborat. 3 qavat, shinamlik va qulaylik. Ta'mir ishlari yakuniga yetgan yangi xonadonlarimiz o'z yangi uy egalarini kutmoqda. Yangi mebel, yangi texnika, zamonaviy hayot nimaiki talab qilsin, barchasi mavjud. Did bilan bezatilib, barcha qulayliklari o'z ichida mujassam oshxona. 5 ta keng va yorug' xona, keng hol, 5 ta sanuzel. Barchasi yuqori sifat qurilish mollaridan barpo etilgan bo'lib, barchasi did bilan bezatilgan. Har bir niyat qilgan obunachilarimizga shunday go'zal xonadonlar nasib qilsin. Ushbu taklifimiz sizga qiziq bo'lsa, biz bilan albatta bog'laning.